Assalomu alaykum. Ta'lim media saytining navbatdagi ko'rsatuvini boshlaymiz. Bugungi mehmonimiz samarqandlik tadbirkor va muvaffaqiyatli tadbirkor deb atagan bo'lardim. Narzulqul Xoliqov. Shu tadbirkorlik bo'yicha o'zimizni qiziqtirgan bir savollarimiz bor edi. Shu savollarni berib javob olishga harakat qilamiz. Xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum. Bugun mana yana men bilan Anvar Mustafaqulov. Assalomu alaykum. Rahmat. Endi Narzulqul hoji, siz mana o'tgan yili mana shu kecha kunduz esimda bor, 1 yil oldin Millat do'koningizga, geofizika mavzesidagi do'koningizga xorijdan kartoshka olib keldingiz. O'sha vaqtda bozorda kartoshka narxi 8-9 ming edi. Asosan 9 ming edi. Lekin siz birdaniga 5 mingdan sota boshladingiz. Ana shunda hayron bo'lgandim. Samarqandlik tadbirkorlarni bilganim holda ustamada bir chegara yo'qligini, qancha ko'tarsa bozor narxida sota berishini bilganim holda hayron qolgandim. Agar siz bo'lsa o'sha kartoshkani 7 mingdan sotganingizda odamlar jon deb olardi. Chunki 9 siz 7 sotardingiz. Siz 120 tonna kartoshka olib kelgandingiz, 2 mingdan ustiga qo'yib sotganda yana 240 million so'm daromad qilardingiz. Ana shuncha daromadni aytaylik, yo 1000 so'm qo'yganingizda ham 120 million daromad qilardingiz. Ana shuncha daromadni baridan kechib, kartoshkani o'sha vaqtda 5 mingdan ancha arzon bozor narxidan qarib 2 barobar arzon sotganingiz sababini qanday izohlaysiz? Assalomu alaykum. Toshpo'lat aka, Anvar aka, avvalambor shu loyihaga taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Minnatdorman. Biz arzimagan bir tadbirkorligimizni hisobga olib ommaga chiqishimiz biz uchun bir xursandchilik va rahmat. Avvalambor nima deydi, har bir odamning bir missiyasi bo'ladi, nima deydi, bir qanday ko'ngliga tuyib qo'ygan bir orzusi bo'ladi. Yoshligida bir qandaydir hayot kechinmalaridan keyin bir qandaydir o'ziga niyat qilib yoki va'da bergan nimasi bo'ladi-da. Amalga oshirish harakat qilgan nimalar bo'ladi. Men shu yoshligimda eslasam, men bir 4-5 yil oldin Yaxshiman mehmoni degan loyihaga chiqqanda o'sha voqeani eslagandim. Yana bir marta eslashga nima qilaman. O'sha endi uylangan paytimiz, birinchi farzandli bo'ldik. Bu payt davlat ishxonasida ishlayman. Viloyat MTPlar birlashmasida. Oyliklar endi qiyin paytda, o'sha paytlar oylik ham kam edi, vaqtida berilmasdi. Keyin o'sha qizchalik bo'ldik, Allohning nimasi bilan, umri bilan. Keyin birinchi kasha olishimiz kerak. Bu payt telefonlar yo'q. Ishxonada telefon bo'ldiki, roddomdan o'sha kasha kerak so'rashdi. Bu payt pul ham yo'q. Keyin magazinlarga chiqsak, bu paytlar hozirgidek to'la magazinlar kam edi, supermarketlar, mana boshqa. Bu 2001-yilning xotiralari va o'sha birinchi kashani olishga ancha qiynalib qolganman. Endi olish kerak, bolaga olib borish kerak. Narxlar qimmat edi. Narxlar haqiqatan qimmat edi. O'sha kashani bir qiynalib qolib, amallab olib borib beruvdimmi, o'shanda bir ko'nglimga bir tuyib qo'ydimki, biron kun qo'limda keladigan bo'lsa, endi tadbirkorlik fikri yo'q edi u payt, davlat ishida ishlaymiz, institutdan keyin. Shu xayriya qilish, yo mana shunday qiynalib qolganlarga bir yordam qilish, bir missiyada o'zimga imkoniyat darajasida qilaman degan bir niyatimiz bor edi. Keyin taqdir taqozosi bilan vaqt o'tdi, tadbirkorlikka o'tdik, ishni boshladik. Mana shunday har yili mana shunday bir qandaydir kichikroq bo'lsa ham, kattaroq bo'lsa ham, o'rtacha bo'lsa ham mana shunday bir aksiya deganda amalga oshirishga harakat qilib kelyapmiz. To'g'ri, ana boshida tadbirkorlik boshlagan paytimizda u narsalar nima deydi, ma'lum bir tadbirkor ma'lum bir miqdor o'ziga kelib olishga birinchi daromadni o'ylaydi. Keyin bir qism daromad yetgandan keyin menimcha bitta men emas, boshqa tadbirkorlar ham o'sha o'zini bir qandaydir odamlarga yaxshilik qilish, halol tadbirkor bo'lishga intiladi deb o'ylayman. Va men ham shu juda katta ish emas, shu oddiy shu yaxshilik qoladigan ishlarni qilishga harakat qiladigan tadbirkorman. Shuning uchun mana o'tgan yilda mana hozir juda yaxshi bir fikrni bildirdingiz. Ma'lum vaqtgacha ishlab pul topishi kerak. O'ziga bir oyoqqa turgandan keyin xayriya ish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Masalan, o'sha g'arbda mana AQShdan, Germaniyadan bo'ldi. U yerda katta muzeylar, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida odamlar uchun juda arzon yoki bepul. Men Nyu-Yorkdagi metropoliten bepul kirib ketasiz. Yoki u yerdagi bitta polotnolar, kartinalar million dollar turadi. O'shalar asosiy qismini sotib olib berganlar ham,
bularga homiylik qiladigan o'sha metsenatlar, boy odamlar, hammasi shu ishni qiladi. Oliy o'quv yurtlaridagi grantlar ham asosan tadbirkorlar berishyapti. Davlat granti juda kam. Yo'ldan bizning tadbirkorlar ham insofli tadbirkorlar, diyonatli tadbirkorlar shu yo'ldan borgandan keyin albatta mana bu xayriya ishlarida ham o'ziga xos xayriyada bu ish. Ba'zan tushunmaydi ustida xayriya ekanligini. Endi bu sizda ko'ngil ehtiyojingiz bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin buni yana bitta yaxshi tomoni qolgan tadbirkorlar ham o'rganadi-da. Shunday qilishim kerak ekan. Biz ba'zida ko'p narsalarni ko'rsatmaslikka harakat qilamiz, lekin gohida o'sha mana Facebookda men aktivman. Shunga gohida o'sha bir qandaydir qilayotgan xayriyamizni yo aksiyamizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Ya'ni tagida yozib qo'yamanki, bu maqtanish uchun emas. O'qidim yaqinda. Qandaydir odamlar noto'g'ri tushunadi-da. Bu bir ibrat bo'lishi kerak-da. Birovga shunday qilib bizlar ham endi oldin yosh edik, endi asta yoshimiz katta bo'lyapti. Bizdan keyin tadbirkorlikka kirib kelayotganda, tadbirkor bo'layotgan yoshlarga qandaydir qisqa bo'lsa ham bir ibrat bo'lishi kerak-da. Shu ibratni qoldirsak, men o'ylaymanki, foydadan xoli bo'lmaydi. Mana shu halollik masalasida, halollik masalasi Qur'oni Karimda ham, hadislarda ham ochiq aytib qo'yilgan qanday bo'lish kerakligi. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganki, halol tijoratchi payg'ambarlar, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladi. Bu juda katta gap. Masalan, buyuklarimiz halol yo'l bilan topilgan mol-mulkka ulug'lagan, turli qing'ir yo'llar bilan orttirgan boyliklarni yomon so'zlar bilan haqoratlagan, lekin shunga qaramasdan, masalan, o'sha tarozidan urush deymizmi, metrdan urush deymizmi, yoki haddan ziyod ustma qo'ymasdan sotishni hamda kamchiliklarni aytmasdan sotishni. O'sha hadislarda ochiq aytaylik, mahsulotni sotayotgan bo'lsa, kamchiligini albatta aytib sot degan. Mana sizlarda ustama masalasi, mana bu joq qiladi, hozir biz ko'pchilik ko'p hollarda bilmaymiz. Masalan, bozorga, do'konga kiramiz, supermarketga kiramiz, ustamasi qancha ekanligini. Lekin mashoyixlar hech bo'lmasa o'sha mahsulotning sotib olgan pulining 3dan 1gacha bo'lsin degan. 10%mi, 20%mi, 25%mi? Ustama shu masalada qanday yashasizlar ustama masalasini? Bugungi kunda masalan biz ham endi yoshligimizda bozordan xarid qilib katta bo'lganmiz. Endi bozorda haqiqatan ham oldin, hozir ham ko'pchilik paytda masalan bir mahsulot kamayib qolsa agar asossiz ustamalar ustiga qo'yilishi bo'ladi. Biz shu 2020-yilda karantin bo'lgan paytda birinchi bo'lib o'sha nima bilan chiqdik. Shior bilan biz narxni oshirmaymiz. Karantin paytida narxni oshirmaymiz. Biz halollik tarafdori deb chiqqan edik. O'sha shiorlar hali ham bor. Bizda ustamalar belgilangan bir mahsulotlarga asosan odamlar ro'zg'orda ishlatiladigan mahsulotlarga iloji boricha minimal ustama qo'yishga harakat qilamiz. Ular nima, masalan, go'sht bor, kartoshka bor, piyoz bor, sabzavotlar bor, makaron, guruch. Mana shunday asosiy mahsulotlarga minimal qo'yamizki, sababi bugungi kunda bizlarni xaridor nimalarimiz, mijozlarimiz, o'qituvchilar bor, nafaqadagi insonlar bor, davlat ishida ishlaydiganlar bor, yoshlar bor. Mana boyagi men o'zimni yoshligimda ishladim, mana shunday yoshlar bor. Masalan, hozir ham o'sha bolalar kashalariga biz eng minimal natsankani qo'yib, ya'ni soliqlarini to'lab, shularni faqat ustiga qo'yib sotamizki, shu yosh oilalarga minimal qancha? 15 mi, 30 mi, 20 mi shu atrofda nechagacha bo'lishi mumkin? 10dan 20 gacha bo'ladi. Bizda eng mana supermarketlarda eng yaxshi narsa u bir narsa tanqis bo'lib qolsa, biz narxini oshirishga harakat qilmaymiz. O'sha tanqis bo'lgan narsani olib kelingan narsani belgilangan ustamani qo'yib sotiladi-da. Masalan, ba'zi joylarda bir narsa tanqis bo'lsa 2 barobar narx oshib ketadi-ku. Supermarketlarda bitta bizda emas, boshqalarda ham shu narx oshmaydi. Chunki predel qo'yilgan, o'sha ustama qo'yiladi-yu, o'sha ustama bilan sotiladi. Shuning uchun ko'p paytda hozirgi mana supermarketlarda, mini marketlardagi narxlar chakana sotiladigan bozor narxidan arzon chiqadi. Tushunarli. Ba'zan bizlar bozor arzon deb o'rganib qolganmiz, lekin supermarketga kirsam, ba'zi vaqtlar ayrim mevalar aksincha bozordan arzon turgan bo'ladi-da. Shu uchun eganda. Supermarketda arzon. Ha-da, supermarketda arzon. Bozordan qarab. Ha, bozordan ko'ra arzon bo'ladi. Bir narsa bor-da, buni xabarim bor. Ayrim supermarket egalari o'zlari xodimlarini boshqa supermarketlarga yuborib, narxini bilib olib, masalan, suratini olib kelib, chunki videoda biz ko'rdik deydi tanish do'konchilar. Keyin ular qaraydi, biz arzon sotayotganimiz ekanmiz, u supermarketda narxi uncha ekan deb ustiga yana qo'yib ko'taradi deyapti. Shu qanday qaraydi? Bizda aksincha, bizda ham bo'ladi, endi konkurentlarni nima borib ko'rib, nima deydi,
konkurensiya bo'lgan joyda rivojlanish bo'ladi-da. Shunday. Bir o'zingiz agar monopolist bo'lsangiz agar, u hech qachon kamchiligingizni ko'rmaysiz-da. Masalan, biz yonimizda bitta magazin ochilsa agar, biz xafa bo'lmaymiz. Qancha magazin ko'paysa, masalan, yo'q, restoran qancha ko'paysa, odamlar shu joyga intilishga harakat qiladi-da. Bunda bo'lmasa bunisida, bunisi bo'lmasa unisida. Har kimning rizqi, hammani rizqi nima? Alohida. O'sha raqobat kuchli bo'lgan, yaxshi raqobat bo'lgan joyda o'zgarish bo'ladi, yaxshilikka intilish bo'ladi, narxlarni arzonlashtirishga olib keladi. Bir o'zingiz bo'lib tursangiz agar, belgilangan, xohlagan narxsiz sotaverasizlar. Biz agar bir joyda arzon sotilayotganini ko'rsak agar, borib o'sha narsani ko'rib, bizdan arzon bo'lgan narsani qani qayerdan uni topsa, arzonroq olib kelib, yana arzonroq sotish mumkin degan tendensiya hozir. Bir narsani lekin birov mana qimmat sotyapti ekan, narsani qimmatroq qilaymiz. Birov qimmatroq sotayotgan bo'lsa, ha bizning yo'nalishimiz to'g'ri ekan, biz o'sha mahsulotni to'g'ri yo'nalishda olib kelgan ekanmiz. Mana bu qimmatroq bo'lsa, demak, mana bu yerda bizning xatomiz bor ekan. Yoki sifat ham farq qiladi-da. Har bir mahsulotning birinchi, ikkinchi, uchinchi sorti bo'ladi-da. Masalan, unga o'xshab har bir mahsulotni, mevani ham. Endi supermarketlar harakat qiladi, asosan meva sabzavotlarni eng yaxshisini olib kelib sotishga. Sababi odamlar endi urilmagan, chirimagan, muzlamagan shu bunday mahsulotlarni do'koningizdan olsa agar, uyiga ham olib borib o'sha nima shunda baraka topsa agar, men o'ylaymanki, keyin yana kelib sizga doimiy mijoz bo'lishga urg'u bo'lardi. Boya siz aytgan grantlar masalasida kelsak, Anvar aka, bizda shu tadbirkorlar jamoatchilik kengashi bor, viloyat hokimiyati qoshida. Jamoatchilik, shu yirik tadbirkorlar o'zlari ham hozir har bir o'zlari tadbirkor o'zining yo'nalishi bo'yicha o'zining sohasida grantlar qilgan. Masalan, stipendiya qilgan. Masalan, yaqinda 2 oy oldin o'sha Samarqand davlat arxitektura qurilish universitetida shunday bir dual ta'limni rivojlantirish bo'yicha tadbirkorlar bilan barcha oliy ta'lim muassasalari, rektorlar, prorektorlar uchrashdi va o'sha yerda taqdimot bo'ldi. Qaysi va aynan hozir bugungi kunda o'sha viloyat hokimimiz ham aytdilarki, o'sha dual ta'lim, ya'ni o'sha 2 yilmi, 3 yil masalan o'qigandan keyin o'sha praktikani borib amaliyotda shu o'zining sohasi bo'yicha ishlashligi alohida bir dastur qilindi va masalan quruvchilarimiz hozir nihoyatda ko'p, yirik qurilish kompaniyalar, shular o'zlari ichidan mutaxassislarni olib, o'zlari nimani praktikaga olib kelib, ichidan saralab shularga kerak bo'lsa, kontrakt bo'lsa, kontraktning bir qismini yo'inki o'zining stipendiyasini joriy qilyapti. Faqat shu qurilishda emas, u masalan xizmat ko'rsatishda, shu qishloq xo'jaligida veterinariya sohasida ishlayotgan tadbirkorlarimiz, ular shu So'y veterinariya universiteti bilan mana shunday hamkorliklar yo'lga qo'yilgan va endi ko'p joyda u narsa aytilmaydi, lekin bizda ham shu narsa tashkil qilindi. Ularni kontraktini to'lash yoki nima qilish. Demak, boshlanibdi-da bizda ham. Boshlandi. Biz o'zimizda yo'nalishimiz bo'yicha bunday nima qilmaganmiz hali, lekin Iqtisodiyot servis instituti bilan ishlab turamiz. Biz endi asosan shu boquvchisini yo'qotgan yoki mana shunday ayollar bo'ladi, yolg'iz farzand katta qilayotgan, shularni kontraktini to'lab berishga harakat qilamiz. Bu o'sha jamiyatimizda ayniqsa tadbirkorlar orasida sifat o'zgarishi bo'layotganligini, o'zini mavqeini umuman o'zgarib faqat soliq daromad emas, o'sha topgan daromadning bir qismini ezgulik yo'lida jamiyat rivojlanishi uchun sarflashga intilish paydo bo'lyapti. Ana bu 20-yilda bir murojaatnoma qilayotgan paytda prezidentimiz halollik vaksinasi degan maqolani ishlatgan edi. Lekin o'shanda bir armon bilanmi, hazillashibmi, yaxshi, lekin shu halollik vaksinasini qayerdan olamiz degan savol ham berganda. Ana shu masala ketyapti-da. Chunki korrupsiyaga qarshi kurash avj olyapti, turli tuman tashkilotlar tuzilyapti, boshqa qilyapti. Lekin yaqin o'tmishda men bilaman, mana korrupsiyaga qarshi kurash bo'limlari, boshqarmalari turli kuch tizimlarda paydo bo'ldi. Lekin o'sha kuch ishlatar tizimlaridagi bo'limlarning o'zlari ayrim hollarda boshqardi. Hozirgi vaqtda hatto nomlari bor. Faloncha korrupsiya deb maqtanadi birov. Faloncha korrupsiyaning o'yini ko'rdingizmi? Faloncha korrupsiyaning havasini ko'rdingizmi? Faloncha korrupsiya qurayotgan o'yini ko'rdingizmi deydi. Shu darajada boshqa tomonga burilib ketdi. Mana shu halollik tom prezident aytganday, u aytgan to'g'ri, lekin shuni vaksinani bolaligidan boshlab odamlarni halollikka tarbiyalash yoki prezident aytganday, agar davom ettirsak savolni o'sha qayerdan olamiz, qanday qilib singdirish mumkin deb o'ylayman shu halollik vaksinasini.
endi juda to'g'ri va ayni damda hozir bizning rivojlanayotgan yangi O'zbekiston kerakli bir mavzuni bu aytdingiz. Men o'ylaymanki, shahar halollik vaksina hamma o'zidan boshlash kerak. Bu birov qarab turish kerak emas. Masalan, bir davlatda dasturi chiqadimi yo korrupsiyaga qarshi kurashish bo'ladimi, boshqami? Har bir odam o'sha bir o'zi yo'nalishi bo'yicha biz tadbirkormi, tadbirkorlik yo'nalishimiz bo'yicha, misol oliy ta'lim bo'yicha masalan bog'chalar bormi yoki meditsina bormi, har bir soha o'zi o'sha rahbardan boshlash kerakda. Rahbar o'zi agar bir namuna bo'lib, o'zini bir halolligini ko'rsatsa agar, men o'ylaymanki, o'sha qo'l ostidagi to'g'ri, masalan, ba'zi sohalarda minglab odam ishlaydi. Minglab odamni hammasini boshqarish yoki bir ko'nglidagi nima fikrlarni bilish qiyin bo'ladi rahbarda, lekin rahbar o'zi namuna bo'lsa agar, men o'ylaymanki, o'zi halollikni nima qilib o'zidan boshlasa agar, har bitta xodim asta baribir vaqti keladi. Namuna bo'lishi uchun o'zi qonida halol bo'lishi kerakda. Maqsad shundan ketyapti. Maqsad shuki, o'sha agar mana hozirgi vaqtda to'g'ri aytyapsiz. Bu korxonada qattiq turib olib, o'sha joyda o'zini jiyanini ishga olmasa, dumbulroq bo'lsa, o'zini yaqin kishisi noto'g'ri ishladimi, uni ishdan haydab yuborsa, jazolasa, u vaqtda u yerda tartib o'rnatish mumkin. Buni o'sha nafaqat korxona tashkilot bo'yicha, buni davlat bo'yicha qilish mumkin. Eng yaqin kishilarda, o'shadan Singapur prezidenti bosh vazir aytganda, men eng yaqin kishilarimni jazolashdan boshladim. To shunday qilmasa bo'lmaydi. Demak, o'sha halollik vaksinasi ham rahbarlarga singdirish uchun qandaydir bir o'sha bir mezon kerak, ularni topish, shunday odamlarni o'zi topib qo'yishni masalasi bo'lyapti. Halollikda gap ochilganiga esimga tushdi. Bizaga shu yosh vaqtimiz, endi universitetga kelgan vaqtimiz shu singib ketgan ekanda, odamlar aytardi, o'qiyapsiz-ku, lekin bir katta bir tog'angiz yo kimingiz bo'lsa, siz qayerga ishga qanday kirasiz derdi. Lekin o'sha noto'g'ri tushuncha bo'lgan ekanda. Hozirgacha eng taniqli ommaviy axborot vositalariga ham ishlabmiz, birontasiga tog'am telefon qilib jiyanimni ishga olaylik demabdi-da, hamma joyga shu mehnatingizni, tajribangizni yoki harakatingizni ko'rarganda taklif qilarkan. Endi sohaga yaqinlashamiz, odamlar aytadi, biznes sohasida ham orqangda bir ishongan odaming bo'lsa, hech narsa qila olmaysiz. Shunaqa bir gap har doim bo'lar-ku. Bu savolning javobi bo'lajak yosh tadbirkorlarga kerak. Shu gap qanchalik to'g'ri? To'g'ri ishlab, sizlar haqingizda kimingiz bor? Yo'q, yana ikkinchi savolni ikkinchi bir tomoni, to'g'ri ishlab ham katta natijalarga erishish mumkinmi yo'qmi? Avvalambor siz aytgan gapga orqamizda birinchi navbatda tadbirkorlik qilayotganda Allohga tavakkal qilamiz. Allohdan o'sha buyukroq zot yo'q, uni orqasida turadigan. Shunga men o'ylaymanki, mana meni shunday olib qarasangiz agar, men orqamda hech qanday bir nima deydi, katta davlat idorasida ishlaydigan yoki bir qandaydir amaldor yoki meni tanigan odamlar biladi. Unda hech qanday nimam yo'q. O'zimiz harakat qilganmiz, Allohning demak bo'ladi, fazli bilan ishlaganmiz. Faqat bitta yoshlarga aytadigan shu masala aytmoqchi bo'lsam, yoshlarga birinchi navbatda nima bo'lish kerak? Qoniqish bo'lish kerak-da. Tadbirkorlik birdan degani, masalan, ba'zi yoshlarimiz shunday kirib keladi-yu, ba'zilari shunday ko'radi, tadbirkor qimmat mashina minyapti, bir nima o'ylaydiki, birdan shu 1 yil ichida, 2 yil ichida men shu darajaga yetishim kerak. Bunday bo'lmaydi-da. Tadbirkorlik bo'ladi, bitta ikkita loyihalar bo'ladi, bu nima deydi, zalotoy loyihalar birdan Alloh berib qo'yadi, shunday zo'r ketishi mumkin, lekin asosan o'rtadan shu yurib ketilsa agar, tadbirkorlikka tezroq yaxshiroq natijaga erishadi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, qanoat bo'lish kerak. U masalan birdan bir katta narsani ishlayman deb harakat qiladi, u belgilangan narsani qila olmagandan keyin tushkunlikka tushish paydo bo'ladi. Yosh tadbirkorlarga yo'q, qing'ir yo'lga bo'ladi yoki tushkunlik paydo bo'ladi, hissi mana bunday bo'lyapti. Bunday emas, qanoat bo'lish kerak, keyin shijoat bo'lish kerak, qo'rqmay ishlash kerak. Hozirgi paytda haqiqatan ham buni hamma bilib turibdi. Tadbirkorlik faoliyatini boshlash ham oson, yuritish ham oson. Hamma imkoniyatlar bor. Oldin eng ochig'i, oldin bir nima deydi, ijoraga bir binoni topish o'zi muammo edi-da. Binolar kam edi. Hozir ko'ryapsiz, shaharning hamma joyida shu binolar bor. Masalan, birdan shu narsani sotib olish shart emas. Ba'zilar boya aytsangiz, davlatda ishlab yurgan ekansiz, tinchgina. Nima qiladi bu yoqda? Qanday o'tdingiz? Nimadan boshladi tadbirkorlik? Tadbirkorlik to'g'risi biz rahmatli buvim bo'lmaydida bor edilar. Yosh kattalar tanisa kerak. Mana Registonda Go'zal degan magazin bo'lardi. Ana shu yerda starshi продавец edilar. Katta sotuvchi, material nimasida, bo'limida Mahkam Toshona deydi. Hamma ko'plar yosh kattalar taniydi. Odam o'sha savdo sohasida ishlab nafaqaga chiqqancha Lenin ordeni sohibi bo'lganlar. O'sha buvim rahmatli. Shu odamni bilmayman, bir
qonidan o'tgan bo'lsa kerak, bir qism savdoga qiziqish bor edi. Lekin bir shu bir nima deydi, taqdir taqozosi bilan bir nima taklif bo'lib qoldi bizga. O'sha davlat ishida ishlab yurgan paytimizda o'sha yaxshi tadbirkorlar tomonidan birinchi taklif bo'ldi. Keyin biz shuni tarozga solib, davlat ishi bilan tadbirkorlikka o'tishga bir qandaydir nima bo'lgan, ishtiyoq ko'proq bo'lgan. Keyin 7 yil ishlaganman davlat ishida. Keyin o'sha tadbirkorlikka o'tib ketdik. Yaxshi natija, Xudoga shukr, halol ishlab, qoniqish bilan ishlab, halol ishladik va keyin alohida o'zimiz tadbirkorlik subyekti bo'lib alohida chiqib ketdik. Endi har bir shogird asta vaqti kelib, yaxshi shogird bo'lsa agar alohida usta bo'lib chiqib ketadi-ku. Biz ham shu shogirdlikdan asta o'zimiz alohida mustaqil ravishda tadbirkor bo'lib o'tdik. Mustaqil bo'lib, buni 2 yil millat supermarketga 2 yil bo'ldingmi? 3-yil ketyapti. 3-yil ketyapti. Shu bitta bir vaqt aytganingiz menga, shu ko'pchilik qiziqsa kerak, millat degan nomni tanlashingizning sababi. Millat endi ko'p magazinlar o'sha ochishda nomini nimani qo'yamiz deb o'yladik. Shu sheriklar bilan maslahatlashib, o'sha bir qanday milliy bir brend bo'lsin degan fikr kelganda, milliy deganga shu birdan millat degan fikr keldi va shu bilan birga o'sha biz o'sha chet ellik firma bilan ishlaymiz. U firmamizning nomi shu millatga mos nom edi. Shuni maslahatlashib qanday chiroyli nom chiqdi. Keyin yana shu aeroportga yaqin bo'lgani uchun bir g'arb davlatlar nomini emas, bir o'zimizga milliylikka mosroq bir qo'yaylik deb, chunki mehmonlar ko'p keladi. Odamlar o'tadi. Shunga aeroport yo'lida milliy brend bo'lsin degan ma'noda o'sha millat deb o'zimizni brendni yaratib qo'ydik. Endi pul haqida ham bitta savol beraman. Yo, ko'pchilik aytadi, pul deydi, odamni buzadi deydi. Shu men o'zim o'ylayman, shu buzmasa kerak, odamni ichidagi nimalarni ochsa kerakmikan? Imkoniyatlar yuzaga keltiradi-ku. Yo'q, kimligini ko'rsatadimi? Pul ichini yuzaga chiqaradimi yo buzadimi odamni? Juda qiziq savol bo'ldi. Bunga bir o'ylab javob berish kerak. Men o'ylaymanki, pul odamni buzmaydi. Pul endi nima deydi, buzuq odamlar o'zi ham bo'ladi-ku. Shunga pulsiz odamlar ham buzilganini ko'rib yuribmiz-da biz, to'g'rimi? U pulni nima bug'i urdi, boshqa deydi-ku. To'g'ri, pul ko'paygan sari odamda imkoniyatlar paydo bo'ladi. Ba'zilar juda yaxshi odamga aylanadi. Bu imkoniyatlarni to'g'ri foydalana olgan odam jamiyatimizga to'g'ri bir yaxshi odam bo'ladi. Pulni kuchini boshqa bir noto'g'ri yo'llarga, qiyshiq yo'llarga solgan odam baribir bir kun kelib hasod bo'ladi. Shunga men bu fikrdan uzoqman, pul odamni buzadi degan fikrdan uzoqman, lekin nima deydi, ayrim shu siz aytganda fikri buzuq o'zi nimada ichida saqlanib yurganlari nima deydi, imkoniyat bo'ladi, yaxshilikka ham imkoniyat bo'ladi. Nimaga? Masalan, nima deydi, masalan, ayrimlar aytadiki, boy bo'lib xasis bo'ldi, birov eshik tagiga borsa qarz so'rasa bermaydi degan fikrlar ham bo'ladi. Shu yerda bir to'xtalib o'tsam, endi mening shaxsiy fikrim. Ba'zi shunaqa odamlarimiz bor, dinimizda qarzni olgan odam qarzni qaytarmaguncha unga kerak bo'lsa duolari ham o'tmaydi degan gaplar ham bor-da. Shunga ayrim shunaqa toifa odamlar bor. Uni ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ramiz, respublika miqyosida, butun dunyoda ham shunalar bor-da. Atayin qarzni bermaslik uchun oladi-yu, boyagi qarz bergan odamni sarson qiladi-da. Shu nuqtai nazardan bittasi oladi, ikkitasi oladi, uchtasi oladi, beshtasi oladi. Shuning ichidan bittasi qaytaradi, ikkitasi qaytarmagan odamlar ko'paygandan keyin boshqa qaytaraman degan fikr bilan qarz so'ragan odamga boyagi og'zi kuygan odam qatiqni ham puflab ichadi deydi-ku. Shunga bermaydi qarzni. Tushunyapsizmi? Mana shu yerda odamlar tushunchasi paydo bo'ladi-ki, mana buzilib bo'lgandan keyin buzilib ketdi degan fikrlar bo'ladi. Lekin nima deydi, odamlarni o'zi tomonidan mana bu yerdagi hammani jarga solmaydi-ku, mana bu pulimni oldi, qaytarib bermadi, boshqa. Mana shu yo'nalishda ham odamlar bularga qarz bermaydigan holatlar ko'paygan. Ishonchsizlik ya'ni. Men shu pulni bersam, chunki pul nima deydi, mana hozir biz studiyada turibmiz, mana studiyani nima deydi, shu zal, nimalar, kameralar bu ish quroli-da, to'g'rimi? Mablag' ham tadbirkorning ish quroli. Chunki mablag' bo'lmasa agar hech qanday tadbirkorlikni amalga oshirish imkoniyatsizda. Chunki har bir narsani ma'lum bir qismini masalan qarzga yoki bir iltimos olish mumkin, lekin baribir o'zak bo'lishi kerak-da tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yoki boshlash uchun boshlang'ich mablag'ingiz bo'lmasa agar tadbirkorlikni rivojlantira olmaysiz yoki o'sha kengayish uchun ham siz o'sha mablag'ingizdan hisobidan kengaytirasiz-da. Ishlab chiqarish deysizmi, uni masalan turizm yo boshqami, xizmat ko'rsatishmi, savdomi.
Shuning uchun tadbirkorlar o'sha mablag'ini baribir qandaydir bir qo'riqlashga harakat qiladiki, оборотdagi pullari kamaygan sari o'sha tadbirkorlik ham orqaga qarab borishni boshlaydi-da. Shuning uchun mana shu tomonlarga ham odamlarimiz e'tibor berish kerak bo'ladi. Birovdan nima deydi, qarz olganda albatta qarz berish savob, lekin uni ham qaytarish farzdir. O'sha qarzni qaytarish. Va to'g'ri, bizda ham shunday ko'p hollar bo'lgan. Qiynalib qolganlarga biz o'zimiz voz kechganmiz ba'zan. Siz muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lib ishlab yurgan bir paytingizda xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining o'tgan safardagi chaqirig'iga deputat bo'lgandingiz, kengashiga deputat bo'lganingiz. Mana tadbirkor uchun ayrimlar men so'rayman, yaxshi korxonalar, katta rahbarlari shu sizga zarur edi, nima uchun qo'ydingiz, qancha vaqtingiz ketadi, yig'ilishlar bo'ladi, keyin odamlar kelib o'sha saylovchilar sizdan uni talab qiladi, siz bajara olmaysiz, vaqtingiz yo'q. Shundan desam, har bizda deydi, ana deputatlik daxlsizligi bor, deputatlik daxlsizligi shu narsa uchun qo'ygan edim nomzodimni deydi. Mana shu nuqtai nazardan qaraganda siz 4 yil ishladingizda deputat bo'lib, 5 yil ishladingiz bir navbat. Shu haqda nima deyishingiz mumkin? Masalan, deputatlikka nimaga bordingiz, nimalar qildingiz? Menda masalan deputatlik daxlsizligi degan tushuncha o'zi yo'q ham edi. Shu nomzodni qo'ygan paytimizda biz o'sha oldindan ham o'sha xalqqa yordam qilib, deputat kim? Xalq bilan davlat o'rtasidagi ko'prikda o'sha xalqning muammosini, saylangan joydagi muammolarini shu eshitib, kerak bo'lsa o'sha tezroq ta'sir qiladigan mexanizmga ega bo'lgan bir odam. Ya'ni o'sha svet bo'ladimi, gaz bo'ladimi, suv bo'ladimi, yo'l bo'ladimi, bog'cha bo'ladimi, boshqami, shu qonun doirasida o'sha xalqning muammosini eshitib, shu kerakli idoralarga vaqtiga yetkazib, imkoniyat darajasida shularga yordam berishga harakat qiladigan odam. Tadbirkor deputatlar, hech qanday mana viloyat, shahar, tuman kengash deputatlari oylik ham olmaydi davlatdan, jamoatchilik asosida ishlaydi. Biz endi nima deydi? Bizga bir qandaydir nima bo'ladi, motivatsiya bo'ldi. Oldin ham shu qilib yurgan ishimiz edi, birovga yaxshilik qilish. Lekin bu masshtabi kattaroq bo'ldi o'shanda. Masshtab kattaroq, ya'ni ko'proq mahalla, ko'proq odamlar, ko'proq muammolar, shularni yechishga harakat qildik. Va men o'ylaymanki, yomon ishlamadik. Xalqni ko'p o'sha men saylangan tuman mahalla 14 ta mahallaga borsam, haligacha shu mahalla raislari hurmat izzat bilan bizni qabul qarshilab oladi. Bunaqa daxlsizlik yoki bunday bir nimasi yo'q. Chunki bugungi kunda hech qanday nima ham yo'q-da, nima deydi? Privilegiya ham yo'q, masalan, yo svetdan arzon, yo suvdan, yo boshqa narsadan degan narsalar yo'q. Biz o'sha shaxsiy masala bo'yicha bironta bir davlat idora rahbariga murojaat qilmaganmiz. Shaxsiy masalalarning hammasini o'zimiz qanday oldin hal qilganmiz, hozirgi kunda ham o'sha paytda ham hal qilib kelganmiz. Shaxsiy masalalar bo'yicha o'z nimamizni ko'rmaganmiz. Hatto shu masalan Motoret mahallasida turaman. Men saylangan nimami Ravonaklar edi. O'sha ko'chamizda asfalt qilindi, markaziy ko'cha. Shu odamlar boshqacha tushunmasin degan maqsadda shu 200 metr ko'chani o'zimiz 2-3 ta qo'shni bir bo'ldik-ku, beton qilib chiqdik. Shu ko'chamizga asfalt kirmasdan odamlar mana birinchi o'zini ko'chasini qilmadi degan maqsadda hozir ham mana ko'rsangiz agar shu Motoretda Xomasi mahallasida turaman. O'sha ko'cha nimadan kirgan asfalt ko'p ko'chalarda. Aynan bizni shu ko'chamizga o'zimiz shu nima qilib tashkil qilganmiz beton. Ortiqcha gap so'z bo'lmasam biroz o'sha payt iltimos qilinsa, bir qandaydir o'sha ko'chani asfalt qilishimiz mumkin edi, chunki u bizlar foydalanayotgan ko'cha davlat ko'chasi. Lekin biz shu narsani ham qilmadik-ku, shu o'zimiz mablag'imiz hisobidan o'shani betonlashtirib qo'yganmiz. Hali ham beton. Dabdaba haqida savol kelib qoldi. Bir tadbirkor tanishim bor, taniqli tadbirkor, siz ham taniysiz, siz ham taniysiz. Bir kuni suhbatlashib turgandik. O'g'li telefon qilyapti-da, xursand bo'lib ovozdan biladi. Dada, faloncha jo'ram velosiped oldi deyapti. Keyin bo'pti, bo'lsa aytganingni qilaman deyapti. Men uncha tushunmadim. Jo'rasini velosiped olganiga nimaga o'g'li xursand desam, yangi chiqqan bir velosipedlar kelgan ekan o'sha edi. Aytgan ekanki, oxirgi jo'ragan velosiped olsa, bu odam shaharda eng badavlat tadbirkorlardan. Oxirgi jo'ragan velosiped olgandan keyin senga olib beraman deb aytgan ekan. Ki o'sha odam ixcham to'yda ham birinchilardan bo'lib qilib bergan odam. Mana shu bo'yicha tadbirkorlar birinchi bo'lishi kerakmi? Shu vaqtda. Endi dabdaba bo'yicha mana shu birinchi o'sha qarorlar chiqdi-ku, vazirlar mahkamasining o'sha to'ylarni dabdaba bo'lishini qo'lga kiritishi. O'sha ko'p davrlarda ham aytaman-da, oilada ham boshqada
o'sha to'ylarni ixcham qilishni boylar boshlash kerak. Chunki boylar namuna bo'lib, o'rnak bo'lib boshlab bersa, bu juda ham tez bo'ladi. Chunki bizda qanday eng katta illat bu, chunki hamma ko'rib turadi, asosiy erkaklarimiz chet elda sarson bo'lib, o'sha sog'lig'ini yo'qotib, o'zlari ba'zida tiriklik qayta olmagan qancha nimalar bor. Asosan masala imorat uy qurish bilan o'sha to'ylardagi dabdaba boslikda. Mana shu agar men o'ylayman, shu boylar, davlat idorada ishlaydigan rahbarlar va o'sha tadbirkorlar shu to'ylarni ixcham qilib berish boshlasa agar juda ham sur'atlar tezlashadi. O'sha ixchamlashtirish. Chunki odamlarda ha mana shu qildi-ku, nimaga men shunday qilmayman? Ixchamroq qilishni men qilmayman degan narsa bo'ladi-da. Shuning uchun men xudo xolasa endi oldimizda hali to'ylarimiz bor, farzandlarimiz yosh, kattaroq bo'lsa agar xudo xolasa men shu to'ylarni o'rnak sifatida bo'lsa ham ixcham qilishga harakat qilaman. Maromiylik haqida Zarafshon gazetasida maqolangiz chiqqandimi? Ha. Maromiylik deb 5 ta tashkilot o'zaro kelishib olib, demak biz 90 kun ichida maromiylik e'lon qilamiz va to'ylar, boshqa ma'rakalar hammasi tartibga tushadi. Mana o'shanda Samarqandda ham bu narsa bo'ldi. Bu yig'ilish bo'ldi. Yig'ilish mahalla raislari chaqirilgan, imom xatiblar bor edi. O'sha yerda chiqib aytdi, maromiylik nima deb o'zi marom degan so'z bir marom, bir me'yor degani. Masalan, bir maromda ketyaptimi, o'sha davom etib ketaveryapti. Shunday. Hech narsa o'zgargani yo'q hozir. Keyin men o'sha gapni aytgan edimki, agar mana bu yig'ilishda viloyat hokimi, viloyat prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, kerak bo'lsa xavfsizlik idorasi boshlig'i kelib o'tirish kerak edi. Restoran egalarini, to'yxona egalarini ham chaqirish kerak edi. Artistlarni kattalarini chaqirish kerak edi. O'zbek Navo boshqalarni, filarmoniya rahbarlarini u yerga aytish kerak edi. Mana shu sizlar nazoratsiz qilmasa bo'lmaydi ma'rakada. O'sha hozir esimga savolingizdan keyin esimga keldi. O'sha maromiylik haqida maqolada aynan Hoji ukamiz ham shu gapni aytganlarki, nazorat bo'lishi kerak. Nazorat bo'lmasa, kimdir borib tekshirmasa, u qilaveradi. Men pulni o'zimniki, men o'zim kishi aytganda, hamma tadbirkorlarda ham yoki boylarda bunaqa fikrlash yo'q-da. Yo'q, men pul topayapman, do'stlarim ko'p, qarindoshim ko'p, men yeganman. Nima deyman? O'sha hatto o'rtacha sal nochorroq odam ham, "Yo'q, men falonchaniga yeganman, falonchi aroq qo'yganda, nima uchun men qo'ymayman?" deydi. Ana shu fikr. To bu fikrni to'xtatguncha, agar mana maromiylik deb yuraversa, agar yo faqat targ'ib bilan bo'lmaydi. Yo mahalla yettiligi qilsin degan gaplarni aytdi. Mahalla yettiligi bu ishni qila olmaydi. Masalan, vazirlar bo'lyapti. Bir vazir 17 yoshli qizini turmushga berdi. Biron kishi degan emas. Qonun bor. 18 degan qonun bor. Undan tashqari vazirlar, boshqa katta tadbirkorlar emas, davlat organlarida ishlayotganlar katta to'ylar qilyapti. Kim borib yeyapti o'shalarni? Masalan, men o'sha imom xatiblarni tanqid qilgan edim. Boylarning uyiga borib, hatto bir ma'rakasiga otasi bir narsa olamdan o'tsa, boshqasi odam 15 ta 20 ta bo'lib boradi. Shuning uchun mana shu to'y ma'raka masalasida albatta birinchidan ichki qandaydir bir ta'lim bo'lishi kerak-da, o'zida insof, diyonat, mana shunaqa bor sarf qilmayman emas, borini ishlab chiqarishga sarflash, boshqa ishlarga sarflab, ko'paytirib pulingni, siz aytganda bu siz emas, bu ham buni 110 yil oldin aytgan. Faqat imorat ot oladi, to'y qiladi, imorat qiladi bizni boylar. Chet ellik boylar esa ko'prik quradi, maktablar quradi, boshqalar quradi deb aytganda. Haqiqatan ham mana shu maromiylik deganda u faqat mahalla raislari bu ishni nima qilmaydi-da. Endi to'g'ri biz yoshligimiz paytida boshqalarga siz ham bilasiz, o'sha to'y qiladigan odam 1-2 oy oldin borib mahallani raisi bilan maslahatlashardi. Masalan, men to'y qilaman. Keyin shanba yakshanba kunlari qilinardi, yozda shu belgilarda, bu yo'q mana bu kunda faloncha qo'shni to'y qilyapti, boshqa qilib shunda maslahat bo'lardi. Hozir ko'plar mahalla raislari bilan maslahatlashmaydi hamda. Shu to'y kuni 1 kun, 2 kun oldin olib borib mahalla to'y qilyapmiz, shunday deydi, tamom. Chunki uyda to'y bo'lmayapti, hammasi restoran. To'yxona bilan artist bilan kelishadi-da. To'yxona bilan artist. Shuning uchun men o'ylaymanki, buni nazoratni o'sha siz aytganda restoranlardan boshlasa agar qattiqroq turib, bu boyaga bir ikkita deputatlar chiqib aytayotgan nima deydi, ana u boylik bo'yichami, nima hashamat bo'yicha soliq to'lash, boshqa narsa, u narsa bilan
to'g'ri, bu byudjetga tushum bo'ladi. Masalan, birov katta to'y qildi, uni bir jarima emas, bir solig'ini to'lattirish mumkin. Lekin puli ko'p odam uni qilaveradi. Bu shu to'y masalan n summa emas, n+1 degan summada masalan to'yni qiladi, lekin o'rtada o'rta hol yo kambag'alroq oila yana shu qiynalib, yana mana bunga yetishim kerak, mana bunga yetishim kerak degan fikrlar nima bo'ladi-da. O'zingizda qandaydir bir aytishingiz kerak bo'lgan narsa qolib ketdimi, biz bilmaydigan yoki kasbdoshlaringizga bir aytadigan gapingiz bormi, aholiga murojaat aytadigan gapingiz bormi? Siz qiynalib yurgan, hozir o'ylab yurgan narsaga nimadan o'ylab yurgan bo'lsangiz? Endi sizlar ustozlar ko'p narsani hammasini deyarli aytib o'tyapsizlar-ku. Endi o'zimga qoladigan narsa bo'lsa, shu yoshlarga bir tadbirkorlarga, yosh tadbirkorlarga va yoshlarimizga bir da'vatday bir ikki og'iz gapirsak, tadbirkorlikka kirib kelayotgan yoshlarimizga bir nasihatday, biz ham endi yoshimiz 50 ga yaqinlashib qoldi. Shu boya aytganday, shu qanoat bilan, shijoat bilan, qo'rqmasdan bugungi kunda tadbirkorlikni amalga oshirsa bo'ladi. Birinchi navbatda o'sha tadbirkorlik boshlayotgan odam mana hozir imkoniyatlar yaratildi, yoshlar mahallasi yoki yoshlar sanoat zonalari yoki nimada imtiyozli kreditlar berilyapti deb ko'rona ishlash kerak emas. Bir o'zi reja qilib o'zi ko'rib, qaysi sohada o'zini shu sohada ko'ra oladimi, yo'qmi? Shu sohada agar ko'ra olsa, men kelajakda mana bu sohani egasi bo'la olaman yoki mana bu yo'nalish meni ko'proq qiziqtiradi degan narsa bo'lsa, o'sha narsaga bir qiziqib, o'sha bugungi kundagi o'sha sohaning ahvoli qanday darajada nima o'zgarish olib kelsa, men boshqalardan yaxshiroq bo'lib, odamlar meni sohamga o'sha tadbirkorlikka ko'proq qiziqadi, ko'proq men odamlarni ish bilan jalb qilib, ta'minlab va ko'proq daromad olaman degan fikrni bir analiz qilib, keyin reja qilib ishni boshlasa agar, nima? Bu qo'rqish kerak emas-da. Ishni boshlash kerak va albatta boya aytganda qanoat bo'lish kerak. O'sha kam daromad bo'layotgan tadbirkorlik ishga yo'l tushib ketgandan keyin o'shanga qanoat qilib, tadbirkorlikni davom ettirib, yana bir yangiliklarni ustida ishlab agar ishlasa agar, men o'ylaymanki, bular ham kelajakda yirik tadbirkorlar qatoriga kiradi. Men o'zimni yaqqol misol qilib ayta olaman. O'sha men institutdan keyin o'sha davlat idorasida ishlaganman. U paytlar o'sha oyliklar ham kam edi, vaqtida berilmasdi. Qanoat qilib ishlab ko'p narsani o'rgandim, chunki ustozlar bor edi bu yerda ham. Hayotga ko'p narsani muallimlar o'rgatdi o'sha yerda va kelajakda o'sha tadbirkorlik sohasiga o'tganimizdan ham keyin u ham shu belgilangan oylikka qanoat qilib ishlab, o'zimni maksimal darajada ko'rsata olishga harakat qildim. Ko'p payt masalan yoshlarimizni ham ishga olamiz. Bizda ishlayotgan yoshlarning aksariyati begonalar. Unaqa qarindoshchilik, boshqa narsa yo'q. Salohiyati bo'lsa, biz olib o'shani tarbiyalab, o'zimiz yonimizga shogird, o'zimizga yordamchi, bitta ikkalani sherik ham qilib olgan joylarimiz bor. Uni yashirish shart emas. Hamma tadbirkorlikda shunday. Shijoat bilan o'zini harakat qilib, mehnatini ko'rsata oladigan, shu korxonani o'zimni korxonamdek deb bilib ishlaydigan yoshlar ham kelajakda shu korxonani yaxshi mutaxassis, yaxshi rahbari ham bo'lib ketadi. Albatta har bitta odam tadbirkorlikning egasi bo'lishi shart emas. Hamma ega bo'lsa agar, qo'l ostida kim ishlaydi, pastdagi tadbirkorlik ishini kim qiladi? Yaxshi mutaxassis bo'lsa ham, men o'ylaymanki, o'sha qaysi sohada ishlamasin, yaxshi mutaxassis bo'lib, yaxshi halol ishlab o'sha rahbariyatni korxonani rivojlantirishga hissasini qo'shaversa agar, o'sha yerda kerak bo'lsa, keyinchalik beriladigan oyliklar ham, daromadlar ham, ya'ni ustamalar, foizlar ham kerak bo'lsa ba'zi tadbirkorlardan yaxshiroq daromad olayotgan yoshlarimiz ham ko'p va halollik vaksinaga o'ziga nima qilib yuqtirib, birinchi navbatda halol ishlayman deb shijoat bilan agar ishlasa agar, xudo xolasa tadbirkorlik bundan ham jadal rivojlanib ketadi va yurtimiz ravnaqiga ular ham kelajakda vaqti kelib o'z hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Chunki bugungi kunda aksariyat yoshlarimiz institutdan chiqib kelyapti va deyarli foizlarni ayta olmayman qanchaligini, lekin shu tadbirkorlik sohasida ish faoliyatini boshlayapti. Chunki asosiy ish bilan ta'minlangan sohalar bu tadbirkorlik sohalar ko'p. Shunga ular ham kelajakda o'sha boshini bir joyga qo'yib, xudo xolasa yaxshi ishlasa agar, dunyodagi taniqli yirik tadbirkorlar bo'ladi deb o'ylayman. Shunday yoshlarni qidirib topish, mana xorijda o'sha katta yirik kompaniyalar
oliy o'quv yurtlariga borib, hatto mana maktabni yaxshi bolalar bilan bitirganlarni olib o'qitishga qiladi, imkoniyat beradi ularni o'qishga yoki 2-3 kursdagi bosqichdagi iqtidorli talabalarni jalb qiladi o'ziga. Hozirgi vaqtda bizda bir qator oliy o'quv yurtlarimizda dual ta'lim yo'lga qo'yilgan. 2-3 kursdan boshlab bolalar bevosita to oxirgi kursgacha o'qib keyin ishga borib hech narsani bilmasdan noldan boshlash emas. Ishga borganda tayyor bo'lib borish masalasi hozir kun tartibida turibdi. Mana shunaqa masalan iqtisodiyot servis institutida o'qiyotgan shunaqa iqtidorli bolalarni tadbirkorlikka ozginagina moyilligi bor, bilimi borlarni olib o'zlaringga ishga jalb qilish, ularni mana amaliyotga taklif qilish, shu narsalar bilan shug'ullanyapsizlar, o'ylayapsizlar shu haqda. Bizda avvaldan shu narsa bor. Biz studentlarni, o'sha talabalarni vaqtdan bo'sh vaqtlarida, ya'ni 2-kursdan keyin ularga ruxsat berilgan ishlashga. Bizlar ham o'sha o'zimizga kerakli bo'lgan yoshlarni olib ishlaymiz. Mana Tatu bor filiali, Toshkent axborot texnologiya universiteti. Shularda yaxshi mutaxassislar yetishib chiqyapti texnologiyalar bo'yicha. Bizda endi hozir hamma joyda kompyuter boyagi RTPR degan nimalar, programmalar, DNS degan programmalar ishlatiladi. Buxgalteriya sohasi bo'yicha savdoda ham, shu omborda ham hammasi. Biz o'sha Tatudan mutaxassislarni, talabalarni olib ishlatib o'zimizga ham oylik beryapmiz, ham kelajakda ularni o'sha o'zimizga kerakli kadr qilib tarbiyalayapmiz. Tayyor mutaxassis bo'lib yetishyapti. Va biroz shu aytib o'tish nimamiz bor edi, o'sha Ibn Sino ko'chasida joylashgan supermarketimizda biz xayriya polkasini har yil Ramazon oyida qilamiz. Ya'ni o'sha imkoning bo'lsa qoldirib ket, zarar bo'lsa olib ket deb o'sha joy qilamiz va kuniga 2 marta ertalab kechqurun o'zimiz mahsulotlar, zaruriy mahsulotlar bilan to'ldirib turamiz. Va kimda o'sha odamlar o'zi savob qilish niyati bo'lsa agar o'zlari ham olib kelib o'sha polkani to'ldirib kun orasida to'ldirib ketsa ham bo'ladi. Biz tomonidan o'sha vaqtida o'sha zaruriy odamlar shu narsalarni olib ketishiga ta'minlashga harakat qilib oladi. O'sha odamlar shunga o'rganib qolgan, kam ta'minlangan, jonboydan kelib olib ketadigan oilalar bor. Biz harakat qilamiz endi bir kasbdek qilmasligi uchun, lekin shu zarur bo'lganda shu 2-3 kunda bir kelib shu mahsulotlarni olib ketish uchun bir qandaydir nazorat qilamiz va o'zimiz ham shu polkalarni to'ldirib yuramiz. To'ldiradiganlar ham bormi? To'ldiradiganlar ham bor. Eng quvonarlisi birinchi yil shu boshlaganimizda odamlar kelib so'rardi, biz mana shu non, oddiy non bir buxanka non 20 ta non sotib olib shu polkaga to'ldirsak maylimi, ruxsat berasizlarmi deganiga biz qanday albatta xursand bo'lamiz, chunki biz shu savobga bir sherik bo'lyapmiz-da. Shunday narsani xudo xolasa Toshpo'da desam guvohi bo'lasiz, nasib bo'lsa shu Ramazonning birinchi kunidan shu bir oy xudo xolasa o'sha polkamiz ishlaydi. Zarurat imkoniyati yo'q odamlar kelib bemalol uyalmasdan shu narsalardan imkoniyat darajasida to'ldirib turiladi. U narsalar olib ketishlari mumkin. Bugungi Tahlil Medianing mehmoni muvaffaqiyatli tadbirkor, yirik samarqandlik tadbirkor Narzulqul Hoji Xoliqov bo'ldilar. Bugungi ko'rsatuvimizda qatnashganingiz uchun sizga tashakkurlar. Ishlaringizga omad tilaymiz va kelajakda yana uchrashib, suhbatlashib vaqtiga muyassar bo'lamiz deb o'ylayman.